Azizlar, mana bu tabiat manzarasiga baho berib qo'yasizlar. Mana ko'rib turganingizdek. Biz o'sha olib borayotgan joyimizdan qo'shimcha hovlilar ekan bu taraf. Mana ko'rib turganingizdek azizlar. O'ta chiroyli manzara. Hozir qishki kunda shunchalik bo'lib turibdi. Ertaga Xudo xolasa bahor kelib, yoz kelib qolsa bu tomonlar o'ta go'zal manzaraga aylansa kerak. Azizlarim, to'g'rimi? Bizni qo'llashda davom etasizlar. Bitta laykchalarni otib, tars. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek. Baho berib qo'yasizlar azizlarim. Bitta laykchalarni tars etib otib qo'yamiz azizlar.